Yuqorqi leksiyaning davomi qatorliq markaziy hukumatga qarashliq ochliq iskilotlarga orqadan o't ketdi. Xo'sha vaqt gazetining muxbiri o't ketish hodisining rost ekanligini dalilladi. 7 ayning 29-kuni atgan soat 8da Jilin o'lkasining Datong ochliq iskilot 1-nomerlik uyda o't opib yuz berdi. Uningdan boshqa muxbirning isbotlashicha bu iskilot markazga qarashliq ochliq iskiloti bo'lib chiqdi. Jilin o'lkalik ochliq idorasi xizmatchilari o't ketish hodisining tekshirish uqtirishiga munosabatli ekanligini inkor qildi. 2018-yilning kelar yerimida Anhui, Fujian, Jiangxi, Henan, Hubi, Hunan, Guangdong, Guizhou, Shanxi, Gansu qatorliq 10 o'lkada avval 2 shaharni tanlab tekshirish talab qilingan edi. Uningdan boshqa uqtirishda 2019-yil 5-oydan burun o'lka darajalik hukumatlarning guruh plani birlikka keltirib, har qaysi shaharlik hukumatlarning tekshirishini talab qilgan edi. Men bu yerga bugun ochliq to'g'risida xabarni qistirib qo'yishim o'tganki leksiyamda dedim-ku, ocharchilik, ümidsizlik giralishib ketgan bir ahvolda az kunda jungoliklar jan talishidi degan leksiyani sizlarga so'zlagan edim. Bugun endi hozir jungoda ochliq iskilotlarga o't ketish hodisi yuz beryapti. Bu ishlar jungoda keyin qanday bo'ladi? Ana ko'ramiz, lekin bir xabar sifatida sizlarga yetkazdim vatandoshlar. Endilikdagi mavzu. Amerika jungo savdo urushi o'rilmoqda. Savdo maslahatchisi, iqtisod maslahatchisi Kotlow Prezident Trump hargiz chekinmaydi dedi. Mavzular xabar 8-ayning 5-kuni jungoga nazar to'g'ri betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. 8-ayning 3-kuni juma Oqsaroyning iqtisod ishlari bosh maslahatchisi Larry Kudlow bundoq ko'rsatdi. Jungo taraf yangi o'z elish tadbiri qo'llanganlikdan Prezident Trump jungoga davomli besim ishlatdi. Taki jungo yo'l qo'ygicha. Ya'ni chiqdi turan efendim, taki jungo yo'l qo'ygicha. Kudlow Bloomberg agentligining juma kuni bundoq ko'rsatdi. Biz ko'p qatim so'zlagan edik. Tamojna beji kerak emas. Tamojna beji savdo qo'rg'ini kerak emas. Qo'shimcha pul qo'shib berishmi kerak emas deb so'zlagan edik. Biz jungo tarafning savdo islohot elib berishni umid qilatdik. Lekin jungo hukumati bergan va'dasini amaliylashtirmadi. Shundoq deyman. Ularning iqtisod taraqqiyot ojizlab ketdi. Ularning pul qimmati tushishga boshladi. Ularning xalqi, ya'ni jungo xalqi jungodan ayrilishga boshladi. Prezident Trumpning siyosatni izchillashtirish irodasini tuvan mo'ljallamang. Tahlilchilar bundoq ko'rsatdi. Larry Kudlowning so'zlari jungoning yangi ochilish tadbiri qo'llanganligiga berilgan javobdir. 8-ayning 2-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati jungo hukumati savdo qiliqlarini o'zgartmaganlikdan jungodan import qilingan 200 milliard dollar qimmatga tovar mallarga 25% boj qo'yishni e'lon qildi. Bloomberg agentligi bundoq ko'rsatdi. Bu harakat jungo hukumatini ustal yeniga haydab kelishni maqsad qiladi. Jungoning iqtisodiy qurilmasi o'zgartishni tartib solishni talab qiladi. Lekin juma kuni jungo hukumati Amerikadan import qilingan tovar mallarga 25% boj qo'yilganligini jakarladi. Bloomberg agentligi bundoq hisobladi. Ikki davlatning jiddiy munosabatini texama jiddiylashtirib o'tdi. Buningdan boshqa Kudlow juma kuni jungo iqtisod taraqqiyotining ostilganligini tilga olib o'tdi. U bundoq dedi: Jungo Xalq Banki negizlik pulni ko'paytirib, yangi innovatlik qarz berishni yo'l qo'yib, iqtisodni taraqqiy qildirmoqchi bo'ldi. Kudlow bundoq hisobladi: Yaqinda xalq pulining qimmati tushdi.
bu hökumətning aralashqanligining natijasi. Bu yol orqali iqtisodiy urushining ichki qismida, ya'ni Jungoning ichki qismi ta'sir ko'rsatishni pastgo'yga tushirmoqchi bo'lib o'tadi. Chunki pulning qimmati tushirilsa, qisqa muddat ichida eksport raqobat kuchi qo'shib beralaydi. Kotlow yana mundaq ko'rsatdi. Xalq pul qimmatining tushishining yana bir sababi kapitalning Jungodan eqib chiqib ketishidir. Xalq pulning qimmati tushganda mablag' solg'uvchilarda Jungoning iqtisodidan gumon qilish paydo bo'ladi. Kapital Jungodan chekindi. Bu intayin osal mablag' solish bo'lib, bu ahvol davomlashtirilgan bo'lsa, Jungo iqtisodiga texmi eg'ir ziyon yetib keladi. O'xshash bir kunda Aqsaroyning bayonotchisi Sara Sanders matbuotga mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi o'ch elish harakati qo'llanmasligi lozim. Uzundan beri tashqari dunyoda Jungoning savdo qiliqlaridan paydo bo'lgan ansilashlarni hal qilish lozim.